Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Gazoblok seximizda Gazoblok kanallarimizga bugun 21-yanvar 2026-yil holatidagi realniy bo'lgan gazobloklarimizni kanallarimizga joylab boryapmiz. Kimga gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Gazobloklarimizni voddiy bo'ylab 16500 so'mdan dastavkasi bilan yetkazib beramiz. Dastavkasi ichida olib borib beramiz. Tushirib olish o'zingizlardan bo'ladi xolos. Har bitta mana shu 20 ga bunaqasiga 30, bunaqasiga 20, 60 uzunligi holatdagi gazoblokga hozirgi realniy vazni 21 kg oshiqroq. Bundan 9 kg 100 sement bo'ladi. Qolgani qumdan tashkil topgan bo'ladi. Buni tarkibi gazoblogimizni hozir sizlarga sindig'idan sindirilganini o'rtasini ko'rsatib beramiz. O'rtasida hech qanday pok, boshqa narsa bo'lmaydi. Qadrli yurtdoshlar, mana o'rtasi mana shu holatda bo'ladi. Mana yarimta gazoblok singan. O'rtasi mana shunday pok holatda bo'ladi. Bu nam o'tkazmaydi, issiq sovuq ushlab qoladi, termiz holatda bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqangi juda mayda bo'lgan zarrachaga o'xshagan juda 1 mm, 2 mm ga yetmagan teshiklari bo'ladi. Bu o'zi gazoblokga har bitta gazoblokda o'zi bo'lish kerak bo'lgan narsa. Qadrli yurtdoshlar, har bitta mana shu gazoblogimiz xo'p bittasi 20 ga 30-60 bo'lgan holati 18 ta kichik g'ishlarni joyini egallaydi va undan 3 barobarga, deyarli 3 barobarga yengil hisoblanadi. 18 ta g'ishimiz 50 kg oshiqroq, bu 21 kg. Gazoblokga 20 ga 30 bo'lgan razmerdagisi 21 kg. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shulari hozir chiqayotgan holati, mana ustiga chiqsa bemalol bo'ladi. Buni yuk ko'tarishi boshqasi juda ajoyib bo'lgan holatda. Yangi shu bugun chiqqan gazoblok mashinasi shu qatordagilar. Bu gazobloklarimiz Yasin 550 markadagi sementda bo'lgan. Xo'p, Yasin sementining afzalligi qishda sho'rlatmaydi. Sho'r chiqazib olmaydi gazoblokda. Shu bugun chiqqan gazobloklarning realniy holati, bizda hech qanday montaj, boshqa narsa bo'lmaydi. Hammasi boricha qo'yiladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.